Sizning hadingiz bormi? Hadingiz shundaq bir esil ha. Agar hozirmi hadingiz yoningizda bo'lib qolsa, chuqum ahvoldan yaxshiroq bir xabar e'lonjimi. Chunki u oilangizdagi hammadan bakrak jafokash bir qiz. Bizning hadimiz o'zi kichik bo'lsa-mu, oilaning butun besimlarining hammani his qila oladigan bir qiz. Hadimiz ota-onamizning to'xtamay turmush uchun tirishayotganligini his qilib, o'zining nurg'un orzu-armonlaridan baldirli voz kechgan bir qiz. Bizning hadimiz o'zining kayfiyatini kontrol qilishni o'rganmayla, oilaning besimi tufayli hammaga ko'nib ketgan bir qiz. Bir uyda ota-onamiz albatta nurg'un besimning ichida, ammo ota-onaning besimini baldirli his qilib olgan u hadimiz ota-onamizning zimmasidagi yuknimi u mening qilishga tegishli ishim deb uyda bizga ona bo'lgan bir qiz. Uyda bizga dodi bo'lgan bir qiz. Hadimizdan haqiqiy bir onamizning simasini ko'ra olamiz. Hadingizning chiroyiga bir iniq bir qarab beqing. Xuddi onangiz "Menaman o'g'lim, kela" deyotgandek qiladi. Bir uyda hadimiz qaysi birimizni boqmagan. Bizning hadimiz qaysi birimizning kiyimlarini yuvib boqmagan. Hadimiz bizga qachon bir tomoq etib berib boqmagan. Hadimizdan pul ilib xashlab boqmagandan nechanglar bor? Undaq emas-ku deyman, ha? Hammamiz hadimizdan pul ilib xashlab boqqan. Hadimizning tomoqini yeb boqqan. Hadimizning bizga tikib bergan, ip bergan, yuvib bergan shu kiyimlarni kiyib boqqan. Hadisi bor. Xuddi onaning yonida yashayotgandek his qiladi. Hada turmushning butun besimlarining hammani o'z ustiga elib bilib, baldirli ona bo'lib olgan bir qiz. Hada shunchalik bir sevimliki, onaning haqiqiy bir simasini, onaning mehridek illiq bir mehrini o'z inisiga bera oladigan bir qiz. Hada o'zining 7 yoshidan tortib 70 yoshigacha inisiga, singlisiga o'z mehrini ona bilan o'pma o'xshash bera oladigan bir qiz. Gerçi hozir hadilarimiz biz bilan bir oilada bo'lmasmi? Uning boshqa bir oilasi bo'lsa-mu, shu esinglarda ching bo'lsin-ki, biz onaning mehrini hadidan, hadining illiqligini onadan, haqiqiy bir kuyimchanlik, qarindoshlikning naqadar muhimligini shu hadimizdan o'rganganmiz. Hadimizni har vaqt onamizdek, xuddi yinimizdagidek bir ko'raylik. Chunki u bu dunyoda bizga onadan qosla hammadan yaqin bir qiz. Zafer kuch arminim sana yar bo'lg'ay. Tilgim baxtsizga sizga yor bo'lg'ay.